Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz olamning yaratilishi darsimizning davomi, olamning yaratilishi 19-bobni bir qatam ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan biz olamning yaratilishi 19-bobni bir qatam o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 19-bob. Shu kuni oqshimi yilqi ikki farishta Sodomga keldi. Bu vaqtda Lut shahar darvosining oldida o'tiradi. Lut ularni ko'ribla o'rnidan turib, ularning oldiga berib ta'zim qilib, "Janoblar, bizning uyga marhamat qilib, dasturxonimga daxil bo'lgaysizlar. Put qo'llaringlarni yuvib, biror kecha ordiq elib, erta saharda yo'linglarga ravon bo'lsanglarmi bo'lar" dedi. Lekin ular, "Yo'q, biz kechani ko'chada o'tkazamiz" deb javob berishdi. Lekin Lut bek ching turolg'ashqa, ular oxir Lutning uyiga bordi. Lut xizmatkorlariga Peterdan pishirib, tamoqlarni mehmonlarning oldiga qo'yishni buyurdi. Tamaq tayyor bo'lgandan keyin ular g'izalandi. Mehmonlar dahi yotmagan edi. Sodomdagi butun qiyri yosh erlar kelib Lutning uyini qo'rishib oldi. Ular Lutni chaqirib uningga, "Bugun kechda sizlarning uyga tushgan kishilar qani? Ularni elib chiq. Biz ular bilan jinsiy munosabat qilmoqchimiz" dedi. Lut sirtga chiqib, ishini taqib etib ularga, "Birodarlar, bunday razilishni qilmanglar. Qaranglar, mening dehi erga tegmagan ikki qizim bor. Ularni sizlarga chiqarib beray. Ularni nima qilsanglar qilinglar, lekin bu ikki kishiga hargiz tegmanglar. Ular bizning uyga kelgan ekan, mening mehmonim bo'ladi. Shunga men ularni qo'g'dishim kerak" dedi. Lekin ular, "Yo'qal, sen dehi yoq yurtdan kelib bizga uni qil, buni qil degidek qanchalik odamsan? Ko'zdan yo'qal. Bo'lmasa ko'rgulikingni ulardan ig'ir ko'rsin" deyishib, Lutni ishtirib etib, bostirib kelib ishini buzib kirmoqchi bo'ldi. Lekin ilqi ikki farishta qo'lini so'zib, Lutni uyning ichiga akirib olib, ishini taqib oldi. Ondan tashqaridagi erlarning ko'zlarini ko'r qilib, ishini topolmaydigan qilib qo'ydi. Ondan ilqi ikki farishta Lutga, "Sening bu shaharda boshqa tuqqanlaring bormi? O'g'il qizlaring, kuyovlaring yoki boshqa tuqqanlaring bor bo'lsa, ular bu yerdan darhol chiqib ketsin. Chunki biz bu shaharni xaroblikka aylantirayotimiz. Bu yer ustidan qilingan ig'ir arazlar Parvardigorga yetdi. Shunga u bizni bu shaharni xaroblikka aylantirishga avatdi" dedi. Shuning bilan Lut tashqariga chiqib, qizlarning loyiqlarining oldiga berib ularga, "Sizlar bu yerdan darhol ketinglar, chunki Parvardigor bu shaharni xaroblikka aylantirmoqchi" dedi. Lekin ular uni chaqchaq qilyotidi deb o'ylashdi. Tong otganda farishtalar Lutni oldirib, "Darhol ayoling bilan ikki qizingni elib bu yerdan chiqib ket. Bo'lmasa sizlarmi bu shahar bilan tang halok bo'lasizlar" dedi. Lut yanada arsalda bo'lib turadi. Lekin Parvardigor uningga rahim qilg'ashqa, yilqi ikki farishta Lutning ayolining va ikki qizining qo'llarini tutib, ularni yetaklab shahardan chiqarib qo'ydi. Shahardan chiqish bilanla farishtalardan biri, "Sizlar jininglarni elib qochinglar, keyninglarga qarmanglar, taqqa yetguncha tuzanlikda to'xtamanglar, bo'lmasa o'lib ketasizlar" dedi. Lekin Lut, "Janoblari, undoq bo'lmag'ay. Sizlar menga ish chog'itib shafaat qilib jinimni qutqizgan ekansizlar. Bizni uncha yiroq yerga avatmanglar. U tog' bak yiroq ekan. Balkim men u yerga yetib bormay turibla baloyofatga uchrab tirik qolmasmanmikin? Ava kichik shaharni ko'rdinglarmi? Bu yerdan ancha yiroq emas. U yerga qaytishimga ijozat beringlar. U kichik bir yer ekan. Men shu yerda aman qolay" dedi. Farishta bundoq javob berdi, "Ma'qul, sana ruxsat qildim. U kichik shaharni xaroblikka aylantirmay qo'yay. Chapsaroq qoch, chunki sen u yerga yetib bormoqcha Sodomni vayron qila olmayman." Bu shahar kichik bo'lg'achqa, Lut uni Zoar, ma'nosi kichik deb atadi. Lut Zoarga yetib borguncha kun chiqqan edi. Tuyuqsiz Parvardigor Sodom bilan Gomorra shaharlariga osmondan o't bilan gungurtni yog'dirdi. Bu ikki shaharni, butun tuzanlikni va butun aholini yerdagi giyohlar bilan qo'shib xaroblikka aylantirdi. U chog'da Lutning ayoli kayniga burilib qarab edi, shu iskatida qetib tosh tuzga aylanib qoldi. Ertasi tong saharda Ibrohim Parvardigor bilan so'zlashgan yerga bordi. U Sodom, Gomorra va butun tuzanlikka nazar solib, yer yuzidan xumdondagi isga o'xshash istutehning chiqayotganligini ko'rdi. Biroq Xudo Lut yashagan tuzanlikdagi shaharlarni xaroblikka aylantirganida Ibrohimning talabini esiga olib, Lutni qutqizdi. Lut Zoar shahrida turishdan qo'rqdi. Shunga u ikki qizini elib taqqa chiqib o'nkir yashaydigan bo'ldi. Bir kuni cho'ng qizi singlisiga,
Atimiz yaşanıp qaldı. Bu yerdə dünyadakı qayda usul bo'yicha bizni nikohiga elib, farzand topadigan armi qalmadi. Atimizni mast qilib qo'yib, uning bilan bir o'rinda yetib, uningdan farzand yuzi ko'rayli. Shunda qilsak avlod qoldira olamiz dedi. O kuni kechasi ular atisini mast qilib qo'yib, cho'ng qizi uning bilan bir o'rinda yotdi. Lut qattiq mast bo'lib, yuz bergan voqeadan butunlay xabarsiz edi. Atisi cho'ng qizi singlisiga: "Tünügün men atam bilan bir o'rinda yotdim. Bugun akşam uni mast qilib qo'yib, sen uning bilan bir o'rinda yotgin. Shunda qilib har ikkimiz atamizning farzand yuzi ko'rib, oilamizni tamomlashtirayli" dedi. Shuning bilan o kuni kechda ular Lutni yana mast qilib qo'yib, kichik qiz uning bilan bir o'rinda yotdi. U yana qattiq mast bo'lg'achqa, yuz bergan ishdan butunlay xabarsiz edi. Shunda qilib Lutning bu ikki qizi o'z otasidan homildor bo'lib qoldi. Cho'ng qizi bir o'g'il tug'ib, uning ismini Moab, ahang jadda atamdan deb qo'ydi. U hozirgi muobliqlarning otasi bo'ldi. Kichik qizimi bir o'g'il tug'ib, uning ismini Binami, ma'nosi xalqimning o'g'li deb qo'ydi. U hozirgi amonliqlarning otasi bo'ldi. Xo'sh qarindoshlar, olamning yaratilish 19-babni bir qatim o'qib chiqdik. Mazmun bir qatim ko'rsak, bugungi 19-babda asosan, ya'ni Sodom shahridagilarning yomonligi, ya'ni o kishilarning qanchalik yomonligi haqida tafsiliy ma'lumot bo'lmasa-mu, ammo bir qism uchurlar orqali biz Sodomning qanchalik rezilligi to'lganligi uchun Xudo ularni alokat, ya'ni xaroblikka aylantirmoqchi bo'lganligiga bir qatim ko'rib chiqmoqchi. Andan keyin shu xaroblikka aylantirishdan burun shu Sodomda, ya'ni yamashada yashayotgan Lutning oilasidagilar, ya'ni farishtalar oldi bilan Lutning oilasiga tushib, Parvardigorning u yerni xaroblikka aylantirib etganligini Lutga degan vaqtida, ya'ni Lutga ham butun qarindoshlari bo'lsin, oilasidagilar bo'lsin, ular xabar qilishni degan vaqtida Lut ham boshqalar degan vaqtida bo'libmi kuyovlari bo'lmoqchi bo'lgan shular degan vaqtida ularning inkosi ham Lut o'zining ham inkosi, ayolning inkosi degan o'xshash shunday mazmunlar, ya'ni xaroblikka aylantirish vaqtida ularni shahardan chiqib ketishga buyurgan vaqtida ularning shunday Xudoning xaroblikka aylantirib etadigan xabarini anglab, shu vaqtdagi ularning inkoslari qanday bo'lganligi haqida yana biroz ko'rib chiqmoqchi. Andan keyin Sodom bilan Gomorrani Xudoning o't va gungurt orqali yog'dirish orqali u yerni alayqivatganligiga oid mazmun. Eng oxirida bo'lsa Lutning va uning ikki qizi orqali topgan avlodlari Moab bilan Ammonliqlar, bularga oid bir qism mazmunlarni bir ko'rib o'tmoqchi. Naqbası biz tepsi ko'rib o'tsak, avval biz Sodom bilan Gomorrani oldingi babda İbrahimga degan vaqtida, ya'ni Xudo alayq qilmoqchi bo'lgan, ya'ni Sodom va Gomorra shahridagilarning haddidan oshgan gunohlari ustidan qilingan arizlarni Xudoning anglaganligi uchun ham shunaqlar bularning amaliyatini, ya'ni amaliyat yoki emasligini o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'lganligini Ibrohimga aytgan emasmi? 18-bab 20-oyatda, 20-21-oyatlarda Parvardigorning Ibrohimga shu Sodom bilan Gomorra haqida gapini degan vaqtida Ibrohim bo'lsa, ya'ni o'sha vaqtida Xudoning qisiltidan tortib, ya'ni durustlarni gunohkorlar bilan bir alayq qilmaydigan Parvardigordan shu, ya'ni Parvardigordan tilagan tilagi, ya'ni Lut uchun qilgan tilaklari, duosi haqidagi mazmunlarni biz ko'rgandik. Lekin endi Sodomning asosan qanday yomon, ya'ni Sodom shahridagilarning qanday yomonliklari, qanday bir rezilliklari tufaylidan Parvardigor bu ya'ni yo'qotmoqchi bo'lganligiga oid biz bir qism mazmunlarni ko'rsak, ya'ni farishtalar Lutning oilasiga tushgan vaqtida biz qaraydigan bo'lsak 19-babda, ya'ni farishtalar Lutning oilasiga tushgan vaqtida 19-bab 4-oyatda mehmon bo'lib, ya'ni farishtalar mehmon siyoqida kelib shu vaqtda ular uxlamas vaqtida, ya'ni yotmas vaqtida Sodomdagi butun qeyri yosh erlar, ya'ni qeyri bo'lsin, yosh bo'lsin, hamma erlar kelib shu Lutning oilasiga tushgan, ya'ni mehmon siyoqidagi ikki farishta bilan, ya'ni jinsiy munosabat o'tkazmoqchi bo'lib degan vaqtidagi bu yerdagi, ya'ni bu bir axloqiy jihatdan bo'lsin, jamiyat xarakterida, jamiyat nimasi bo'lsin, qoidasi, tartibi degan narsalarning hammasining butunlay buzilganligini biz ko'ramiz. Ya'ni bu qo'sh jinslik, ya'ni o'xshash jinsliklarning
o'tkazgan bir nimaligiga asosan u yerda barliq adab axloq bo'lsin, barliq jamiyat tartibi bo'lsin, barliq qonuniyatlar bo'lsin, hammasining nihoyat qalaymaqqan ekanligini biz ham bu mazmun orqali, ya'ni 19-bob 4-5 oyatlar orqali ham biz ko'ra olamiz. Andan keyin yana nima desa, 19-bob 9-oyat, ya'ni Lut ularga degan vaqt, ya'ni Lutning albatta bu yerda bu nimaning o'lchimi, yaxshi bilan yomonning o'lchimi qanchalik, Lutning nazarida yaxshi bilan yomonning o'lchimining qancha ekanligini yani biz bu yerda bir nima deyamaymiz, lekin bu yerda ikki qizini mehmon uchun ikki qizini chiqib beray, uning qisanglar qilinglar, lekin mehmonga deymanglar degan so'zimi biroz biz hozirgi bizning biroz ideyamizdan sal o'tmaydigan mazmunlar bor. Andan keyin yana Lut yana bu Sodom shahrida, ya'ni biz İbrahim bilan 13-bobda Lut İbrahim bilan ayrilgan emasmi? Ayrilgan vaqtida shu Zoargacha bo'lgan, ya'ni Yordan darasining sharqidagi, ya'ni Zoargacha bo'lgan keng to'zanlikni ko'rib, Lut aymishan tanlagan emasmi? Shu vaqtida ya'ni İbrahim 75 yoshida nimasi yurtidan ayrilib, Xudo ko'rsatgan Qanon ziminiga berib, Qanonda turgan vaqtida qurg'oqchilik bo'lgandan keyin Misrdan chiqib Misrga tushgandan keyin qaytib kelgandan keyin vaqt emasmi? Ya'ni shu vaqtlarda o'ylasak, ya'ni İbrahimning 75 yoshdan oshgan, 75 yoshdan eshib sal o'tgan vaqtlarda. Hozir biz qarasak, İbrahim bu vaqtlar bo'lsa, ya'ni 99-100 yosh atrofidagi vaqtlar. Buning qarasak, aradan ya'ni taxminan 20 yillar o'tgan vaqtda, ya'ni Lut bu Zoar degan, ya'ni shu yashayotgan, shu Sodomdagi yashayotgan shahrida az, ya'ni 20 yilga yaqin mushu joyda yashadi deb o'ylasak, 20 yil yashagan mushu Lutmu taxicha bularga nisbatan bir yaqin yurtliq. Chunki deydi, sen taxi yaqin yurtliq turib bizga uni qil, buni qil degan qanchalik odamsan deb Lutnu ko'zgilmay, Lutnu yaqin yurtliqni ko'rib bu yerda qanday ahvollarni ko'ra olamiz. Yana biz endi Sodomga oid yana boshqa bir mazmunlar orqali ko'rsak, ya'ni Ezekiel payg'ambarning yozmasida, ya'ni 16-bob 49dan 50-oyatlarga qarasak, mana mushu singling Sodomning qabihligi deb, ya'ni Sodomning qabihligi oid bir qism mazmunlar bor. Ya'ni u va qizlarining takabburligi, ya'ni u va qizlari degan vaqtda endi bu yerda endi İbranicha yoziqda, İbranicha tilining nima qizlik qo'shimcha, erlik qo'shimcha deganga o'xshash, biz inglizcha yozira o'xshab qoldi-chu. Biz Xitoycha qarasak, Xitoycha qizlarning oldida nüzipang qizlik qo'shimcha va erlarning o'z boshqaga o'xshamaydi yozilishi. Shunga o'xshash endi bu yerda meni qizlik qo'shimcha, asosan ayollik sifatida, biz vatanni aniq o'xshatamiz. Shunga o'xshash qizlik qo'shimcha bilan tasvirlaydigan abzoslar ko'pda. Shunga endi bu yerda Ezekiel payg'ambarning yozmasi, ya'ni mushu singling Sodomning qabihligi deb, Sodomning ya'ni ayollik qo'shimcha bilan, ya'ni singlisi, ya'ni shu vaqtda Yerusalimga oid yozgan mazmun. Ya'ni Sodomning qabihligi bo'lsa, u va qizlarning takabburligi, nallari mo'l, andishsiz, ozodlik kunlarida ojiz namratlarning qo'lini hech kuchaytmaganligi deb, ya'ni bu yerda aytdi Sodomning ya'ni takabburlikda uchib chiqqan, andan keyin adolat yo'q, jamiyatda adolatning yo'qligi. Ya'ni adolat deganimiz, adolat ko'rsatgan vaqtimiz, ya'ni haqqoniyat va adolat degan vaqtimiz ajizlarga yor yo'lak bo'lgan, ajizlardan, yetim yesirlardan, musofirlarning holiga yetadigan, boylar o'zidan ajizlarga yordam qiladigan mundaq bir jamiyatni biz endi mehr muhabbatga to'lgan, adolatga to'lgan bir jamiyat deb his qilsak, lekin jamiyatda takabburlashib, jamiyatning tartibi, qonuniyati, hurmat, mushunaq izzat degan narsalar butunlay yo'qolgan, ko'tarilgan vaqtlarda endi shu mazmunlar orqali yana ya'ni shu ular ya'ni takabburlashib, ya'ni Xudoning oldida yerginish ishlanganligi uchun bularni yo'qotganligini, ya'ni mush Ezekiel payg'ambarning qismisi orqali, ya'ni 16-bob 49-50-oyatlar orqali biz Sodomning gunohi, ya'ni razilliklari, jamiyat tartibi, jamiyat alohidligining qanday ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Endi bu Sodomni, ya'ni bizning qilsak, ya'ni bu Sodom bilan Gomorrani yo'qotgan biz albatta hozir ko'rib o'tmaychi, lekin bu Sodom bilan Gomorraning hozirgi o'rni bo'lsa, ya'ni hozirgi O'lik dengizning sharqi janubida
bu Sodom bilan Gomorraning xaroblikka aylangan nimasini arxeologlar bayqab qezib tadqiq qilgan nimalar bor, videolar bor, izlab boqsanglar bo'ldi. Haqiqatan bu Sodom bilan Gomorraning osmondan tushgan gungurt bilan o't orqali halok bo'lgan, Sodomning asli qanday shahar ekanligi, yo'qolgan degan, xaroblikka aylangan degan qanday bo'lganligiga oid mazmunlarni sizlar YouTubedan izlab ko'rib boqsanglar texnik tushunishingiz oson bo'ldi. Mana shundaq Sodomning shundaq razilligi, shundaq Xudo Parvardigor Xudoning oldida yirginish qilgan ishlar tufaylidan Sodom bilan Gomorra mangulik holatda halok bo'lib, odamzod o'ltirmaydigan shundaq bir ya'ni joyga aylanib qolgan shundaq bir ishkanligini biz bugungi 19-bab mazmun orqali ko'rib o'tmoqchi. Ondan keyin bir mazmun bo'lsa, Lutning Sodomning qaytishiga oid mazmunda, ya'ni farishtalar Lutga deydi-da, sening bu shaharda boshqa tuqqanlaring bormi? O'g'il qizlaring, kuyovlaring yoki boshqa tuqqanlaring bor bo'lsa, ular bu yerdan darhol chiqib ketsin deb. Biz oldin qatim munozir qilgan vaqtimizda, ya'ni ishonch, ya'ni Xudoga ishongan odam ya'ni o'zi va oilasiga birga qutqiziladi deb degan edik. Har vaqt Xudo o'ziga ya'ni har vaqt Xudo bir oila orqali, ya'ni oila orqali xizmat qildi va bir oila kishilariga o'rtaq xizmat qilib, bir oila kishilariga o'rtaq mehr shafqat yetkazgan. Mehr shafqat yetkazgan degan bu vaqtda Lutga ham oilasidagilar hatto barliq urug' tuqqanlarigacha va hatto qizlarning kuyovlarigacha xaroblikka aylantirmoqchi bo'lganligini xabar qilishni aytdi-da. Shunday qilib sen ular ya'ni bu shaharni xaroblikka aylantirmoqchi deb. Shunday qilib bu shaharni xaroblikka aylantirishga, ya'ni o'zining farishtalarini bo'lsa Parvardigor bu shaharni xaroblikka aylantirishga avatganligini, shunga Lut va oilasilarning bu shahardan tezdan chiqib ketish kerakligini aytgan vaqtida Lutmi albatta tashqariga chiqib oldi bilan qizlarining loyiqlari, ya'ni kuyov bo'lmoqchi bo'lgan shularga degan vaqtida ya'ni darhol bu yerdan chiqib ketishini, ya'ni Parvardigorning bu shaharni xaroblikka aylantirmoqchi bo'lganligini aytgan vaqtida bo'lsa, ularning inkosi qanday bo'ldi desa, ular ya'ni chaqchaq qilyapti. Ular uni ya'ni kuyov bo'lmoqchi bo'lganlar Lutni chaqchaq qilyapti deb o'ylashdi deb bizning kitobimizda chaqchaq qilyapti deb tarjima qilingan. Bu chaqchaq degan so'z asli ibroniy qarasa bu kulish degan gap. Balki biz qarasak Parvardigor Xudo İbrahimga shuna dedi, Saraga shuna dedi, sening pushtingdan ya'ni Sara orqali bir o'g'il paydo bo'lgan, ya'ni Isoqning tug'ilganligini aytgan vaqtida Sara kuldi-ku. Ibrohim dastlab kulgan-ku. Sara kulgan vaqtida Xudoni nima kulsan, Parvardigor qilolmaydi, hech qanday ish yo'q desa, men kulmadim deb tangan-ku. Tingan o'zing kulganligini. Ya'ni shundaq kulishni bu yerda chaqchaq qilish deb tarjima qilgan, bu kulish deganlik ana shundaq ishonmaslik, ishonch yetmaslik, ishonmaslikdan chaqchaq deb bilinganda qiziqarli, ya'ni kulkilik. Biz kulkilik gaplarni bek eg'iramagan o'sha bir yenik, ya'ni rasmiy qabul qilmasdan, ya'ni buni bir kulish orqali, ya'ni ishonmaganligini bu yerda ko'ra olamiz. Ular bo'lsa bu gapga ishonmaganligini ko'ra olamiz. Mushuni biz hozirgi nimamiz bilan elib yetsakmi, balki hozirmi dunyoda boshqalarimiz hozir dunyo qulay, yashashga qulay, huzuri va nimasilari yaxshi hozir dunyoning hamma nimasi bo'lishga hozir odamlar asosan o'z kuchiga, o'zining mol dunyolariga hamma tal vaqtlar deb o'ylaylik. Mushunday vaqtlardami Xudo oxir zaman bo'ldi ekan desa, ishindigan odamlar qanchalik chiqadi deganga o'xshash. Ya'ni mushunday vaqtlarda meni Xudo desa, Parvardigor desa, ya'ni Xudoning so'zi desa, ishindiganlar nihoyat oz. Ya'ni Xudoning so'zi desa, buning ilik olganlar nihoyat oz. Hozirgi zaman vaqtida men insonlar orasida men shundaq. Buni hatto Xudoga ishonman deydiganlar orasida ham shundaq. Mushunday vaqtlarda Xudoning so'zini bek ilik olmaydigan, buni ishonch bilan qabul qilmaydigan bunday ahvollar, hozirgi ahvoldami nihoyat ko'p bunday ahvollar. Shunga o'xshash, ya'ni burun shunday hozirgidek, ya'ni Sodom bilan ya'ni Gomorradagi shunday xalqlarning biz ahvolini bir tasavvur qilib o'tsak, o'shunday bir jamiyat, ya'ni qorong'ulik to'lgan shunday vaqtda,
Yani hamma odam o'zining orzu havasi, hamma odam o'zi bilgancha yashayotgan shuna vaqtda Xudo bu yana qarablikka aylantirib o'tmoqchi desa, balkim ular haqiqatan yani Xudoni hech o'ylamasdan, Xudodan hech aymanmasdan, Xudoning borlig'ini hech bir o'ylamasdan yashayotgan shuna vaqtlarda Xudoning kepinqisi bular albatta chaqchaq kabi bilinishi mumkin. Shunga o'xshash bu kuyovg'il bo'lgan ikkisining ham bu Xudoning bu shaharni xarablikka aylantirib o'tganligini anglagan vaqtidagi inkosi bo'lsa, ya'ni chaqchaqqa o'xshash kulib qo'ygan deganga o'xshash shunday inkosi bo'lgan. Hatto Lut o'zimi, ya'ni Lutmi chiqib ketinglar degan vaqtda Lut o'zining bu yerda arsalda bo'lganligini bu yerda deydi. Ya'ni bu yerda arsalda bo'lish degan gap, ya'ni qaror bir qaror kelinmaslik, ishkilnish shundaqmi emasmi deb turib, qilsam bo'ladimi, qilmasam bo'ladimi degan o'xshash shunday bir qaror kelinmaslik, ishkilnish, kayniga so'rish degan o'xshash ashunaq bir alomatlar, ya'ni Lut o'zidimi ashunaq beqarorlik bir ahvoli bo'lganda, ya'ni shundaq vaqtida lekin Parvardigor uning rahim qilg'ashga, ya'ni Lutning qutqizilishi bo'lsa, Parvardigorning rahim shafqatidan bo'lganligini, ya'ni Lutning o'zining ishonganligidan emas, aksicha bu yerda Parvardigorning İbrahimning talabini yod qilib, orqa qaraydigan bo'lsak, ya'ni 29-oyatda Xudo Lut yashagan to'zonlik shaharlarni xaroblikka aylantirganda, İbrahimning talabini esiga olib Lutni qutqizadiganiga o'xshash, İbrahimning talabi bo'yicha Xudo Lutga rahim shafqat qilib, ya'ni rahim qilib farishtalarning qo'llari, ya'ni rahim shafqat qilg'achqa farishtalar Lutni ailasi bilan, ya'ni qizi va ayolini qo'llaridan tutib yetaklab shahardan chiqarib qo'yganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni Parvardigorning mehr shafqati orqali bo'lgan ish ekanligini bu yerda ko'ra olamiz. Lutning hatto bu yerda ishonchining ojizligini va uning qanchalik ishonchining ojizligini bu yerda ko'ra olamiz. Shuningdek hamda biz oldin qatim degan vaqtimizda, ya'ni sen va oilangilar qutqizildi degan so'zni biz bir qatim ko'rgan oilasi orqali Nuh va oilasilarning vaqasini so'zlagan vaqtida bu mazmunmi shuning bilan o'xshab qolgan mazmun, ya'ni shu to'pon vaqasi motivi bilan o'xshab qolgan mazmun. U vaqtda shu kemiga chiqinglar degan vaqtidami ana boshqa, ya'ni 100 yil Nuhmi 100 yil kema yasash jarayonida kishilarni tövbe qilishga chaqirgan bo'lsa, meni kishilar oxirigacha, ya'ni toki to'pon yuz bergunga qadar ular ishonmasdan, tövbe qilmasdan oxiri to'pon bilan alayh bo'lganga o'xshash Sodom va Gomorradagilar ham bu yerda shuning xalqi oxiri alayh bo'lganligini ko'ra olamiz. Shu vaqtdami Nuh yasagan kemiga chiqqanlar bir oila kishilari bo'lganga o'xshash. Endi bu Lutningki vaqtida meni Sodom bilan Gomorrani alayh qilgan vaqtidami bu yerda faqat Xudoning mehr shafqati bilan Lutni bu yerda durust bo'lg'ashqa degan mazmunlar yo'q. Bu yerda Lut bo'lsa İbrahimning, ya'ni durust bo'lgan, haqqoniy bo'lgan İbrahimning talabi orqali Parvardigorning Lutga mehr shafqat qilib qo'llaridan yetlab chiqib qo'yganligi haqidagi mazmun. Shunga o'xshash biroz o'xshab qolgan, ya'ni halokat mangulik bo'lgan. Chunki bu shahar qaytadan inson zot o'ltirmaydigan bir halokatga aylangan bir joyga aylangan emasmi? Ham bu yerdagi insonlarmi shunday Xudoning hukmi ostidagi o't va gungurtning yig'ishi bilan shunday halokatga yuzlanganiga o'xshash. Ana shunday Parvardigorning askaratgan Xudo tavba qildigan vaqtlarni bergan vaqtlarda Xudo o'zining so'zi bilan Muşlanın qan vaqtlarda bu Xudoning so'zini ishonmasin, ya'ni Xudoning so'ziga ilik olmasin. Xudoning so'ziga yenik qarab, sal qaragan vaqtidagi bularning oqibatining qanday bo'lganligini biz ham bir qatim ko'rib chiqishimizga mush mazmunlar orqali ko'rib chiqishimizga to'g'ri keldi. Endi bu Sodom bilan Gomorraning vayron qilishi degan vaqtda, ya'ni vayronchilik asosan, ya'ni osmondan o't bilan gungurt orqali, ya'ni yog'dirish Xudo Parvardigor osmondan o't bilan gungurt yog'dirish orqali xaroblikka aylantirayotganligini bu yerda da'vat qildi. Ya'ni yer yuzi xumdan o'xshash istutak chiqqan holatni, ya'ni İbrahimni ko'rganligini bu yerda deydi. Shunga o'xshash endi bu Parvardigor Xudo Nuh zamonidagi, ya'ni to'pon vaqasidan keyin qaytadan yer yuzini su bilan, ya'ni to'pon bilan yo'qotmayman deb shu vaqtda va'da bergan, lekin ma vaqtida o't orqali, ya'ni bu yerda vayron qilgan Xudo o't va gungurt orqali. Ya'ni Xudoning bu ikkinchi qatimliq, ya'ni oxirgi zamondagi Xudoning so'riqi, ya'ni oxirgi zamondagi Xudoning hukmi, shunday xaroblikka aylantirishining, ya'ni
bir aldın bir qısqacha ko'rinishi hisoblanib simvollik sifatida bir ko'ra olamiz. Ya'ni Gomorra bilan Sodom orqali. Ya'ni Xudoning oxirida ham zaminni ya'ni o't bilan gungurt orqali yana mana shunday xaroblikka aylantiradigan mazmunlarni ham biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi bu yerda ya'ni Xudo Parvardigorning bularni ya'ni Lot bilan oilasilarni chiqqan vaqtida ularga alayda eskartgan bir buyruq var. Ya'ni jininglarni elib qaytinglar, kayninglarga qaramanglar. Ya'ni shu taqi yetkicha, ya'ni bardagan shu taqi yetkicha tuzlanlikda o'tirib to'xtamasligini, bo'lmasa ularning o'lib ketadiganligini aytganda. Lekin shu vaqtida Lotning ayoli, ya'ni osmondan Parvardigor o't bilan gungurtni tushirgan vaqtida Lotning ayoli kayniga burilib, ya'ni kaynida yuz bergan shu ahvollarga qarab burilib qaraganligi uchun shu iskatida qatib, ya'ni tosh tuzga aylanib qolganligini biz bu ko'ra olamiz. Bu Lotning ayolining bu qilmishini yana ko'p nimalarda balki sizlar anglagan bo'lishinglar mumkin. Boshqalar qanday tushuntiradi desam bu nima deymiz, bu Lotning ayollarligi zaminni bo'lsa nihoyatda boy-bayashatlik to'lgan. Burumi deyamiz, bu zamin bo'lsa yani tuzlanlik. Yani Eran Baqqa va Misrning zamini o'xshaydigan shu qadar bir go'zal bir boy-bayashat to'lgan bir mo'lliq to'lgan bir zamin ekanligini degan. Lotning ayoli ham bu yerda o'zining mol dunyosi, shu zamindagi bola topgan nimalariga shu ko'z qiymay kayni qaradi deb ashnaqa tushuntirganlarmi bor. Lekin bugungi mazmunda asosan yani Xudoning alayida eskartgan shu buyrug'iga yani itoat qilmasdan, yani Xudo alayida eskartgan bu yerdan chiqinglar, xaroblikka aylantirmoqchi, bag'ish o'tirib ham to'xtamanglar, kayninglar qaramanglar deb aniq bu gaplarni uqtirgan. Lekin endi bu ninqani bo'lsa o'zining shunday bir itoatsizligi, yani Xudoning so'ziga bo'lgan sal qarash, Xudoning so'zini yani to'liq qabul qilmagan deki bir ahvoli deb qarsam bo'ldi. Ani shunday yani Xudoning buyrug'iga nima itoat qilmay, yani sal qaragandan keyin, Xudoning so'ziga sal qaragandan keyin o'zining ahvoli bo'lsa, ani shunday shu iskatda qatib yani tosh tuzga aylanib qolgan ahvolni bu Lotning ayolining ahvoli orqali biz buni ko'ra olamiz. Endi mushundaq ninqan vaqtida yani Sodom bilan Gomorraning mushundaq Parvardigorning o't bilan gungurt orqali alay qilgandan keyin bo'lsa Lot Zoarda, yani Zoar shaharda turishini qo'rqib, yani tog'dagi o'ngirga chiqib yashaganligini, ham bu Lotning ikki qizining bu otasi Lotni masga qo'yib, otasi orqali topgan ikki farzandi va ikki farzandining keyin yani ikki millatning, yani ikki nimaning ajdodlari bo'lib bulganligini biz ham bu yerda ko'rib o'tmoqchi. Yani Lotning cho'ng qizidan bo'lgan yani cho'ng qizi Lot orqali topgan bolasi bo'lsa, yani Moab, ismi Moab emasmi? U ham Moabliklarning otasi bo'ldi deydi. Yani Moabliklarga asosan mazmun yani bu halqi Isroillar, yani bu Lotning qizidan bo'lgan Moabliklar taki shu Yeremiya payg'ambarning yani bishoratidan keyin taki shu Isroillarning ikki podshohligi bor, ikki bo'linib eng oxirsida Babilonga surgun bo'lgan vaqtida, yani Babilon orqali Moabliklarmi shu Babilon orqali yani Alloh bo'lgan qadar, yani shu vaqtdan boshlab taki Babilon davriga qadar Moabliklarning boshqa surgun undamda bo'lib cho'ng bir aloqat undaq nimalarga uchrab baxmaganligini biz ko'ra olamiz. Yani Moabliklar bo'lsa Kemush degan butga cho'qinadi. Yani Moabliklarning bu zamini endi shu zamini burun degan o'sha Iordanning sharqidan yani Zoar degan yerlarda shu zaminlarda istil turib kelganligini biz ko'ra olamiz. Moabliklarga oid mazmunlar yani cho'l bayonlik safarniki shu 21-22 boblar, andan qonun sharhiga qarasanglar 2-bobni o'qisanglarmi, Isroillar Iordan daryosidan o'tadigan vaqtida, ya'ni Qanon zaminini Xudo ularga taqdim qilmoqchi bo'lgan shu zamin o'tadigan vaqtidami, ya'ni Parvardigor deydi, men Lotning avlodlariga bergan o zamindan sizlarga qilchilik o'rin bermayman, shunlarni agib o'tinglar. Yoki o yerga kirgan vaqtida ularning pulga setib elinglar, u yerdan suv yemaklik sotib qilsanglar degan shu mazmunlarim bor. Undan keyin sardorlar qismini ko'rsanglar, bulardan keyin Rut bor, Rutning voqeasi, ya'ni Boazga yotliq bo'lib, ya'ni Ayson Masihning
nasabnomasiga kirgan Rutmu muvofiq qiz ekanligini biz bila olamiz. Ya'ni biz muvofiqdan ya'ni hammasini biraqlam deymiz atisi Lutning ikki qizlari ya'ni qonun dunyoning qoidasi orqali ya'ni normal bo'lgan qoidasi orqali emas, balki atisi orqali topgan farzandlar deb boshqacha qarashimiz mumkin, lekin Parvardigor Xudo ana shundaq muvofiqlardan bo'lgan, ya'ni muvofiq bo'lgan qiz ya'ni Rut orqali ya'ni Isa Masihning nasabnomasi, ya'ni Isa Masihning nasabnomasida muvofiqlarning bu yerda bir nemisning borligini biz yana ko'ra olamiz. Andan keyin muvofiqning Alloh kitobiga oid mazmun bo'lsa, Yeremiya 48-bobda bor. Bu yerda Yeremiyaning bishartida muvofiqning ham Babil, ya'ni Babilon orqali bularning ham surgun bo'lganligini, lekin eng oxirgi vaqtlarda bo'lsa Parvardigor ya'ni muvofiqlarni ya'ni asli keltirganligiga oid mazmun bor. Chunki Yeremiyani bo'lsin, Yeshaya payg'ambarni bo'lsin, har qaysi Allohning halokatiga oid mazmunlar bor so'zlagan vaqtida. Ba'zan Allohni haqiqatan Xudo keyin oxirgi vaqtlarda men Allohni asli keltirman, har qaysi ziminlarga chechilib ketgan bo'lsa men Allohni qaytadan asli keltirman degan mazmunlar bor. Ba'zi bir Allohni bo'lsa mangulik mangulik halokatga buyurgan Allohmi bor degan o'xshash. Lekin alayda bir ko'rish tegishli diqqat tortishlik narsa bo'lsa muvofiqlarni bo'lsa, ya'ni Parvardigorning yana qonun sharhida bo'lsa, ya'ni muvofiqlarni, ya'ni Isroillar bularning ziminda o'tgan vaqtida ya'ni Xudoning qo'g'dab qolganligini va oxirsida Yeremiya payg'ambarning bisharati orqali bular garchi shu Babil orqali halok bo'lgan ish bo'lsin, lekin oxirsida Xudoning ularni asli keltirganligini aytgan mazmunlar bor. Andan keyin Lutning ikkinchi qizidan bo'lgan Ammonliklar bular keyin shu Samuel, andan keyin podshohlar qismini o'qisanlar shu muvofiqlar bilan Ammonliklar bilan Isroillarning mas'ulligi surkilishlari degan mazmunlarmi bor. Endi Ammonliklar bo'lsa Melkom degan bir butqich qo'nidi. Bunun oid mazmunlar yana shu Abay degan o'xshash, endi muvofiq bilan Ammonliklarga oid mazmun o'xshash yerlarda uchraydi. Muvofiqlar chiqqan bo'lsa, Ammonliklarga oid mazmunlar chiqadi degan o'xshash. Ya'ni qonun shari 2-bobda shu Lutning avlodlari bo'lib, ya'ni Isroillar o'zining yana Xudo ularga taqdim qilmoqchi shu zaminga o'tadigan vaqtda bularning zamindan aylanib o'tgan shu vaqtlar mazmunlarmi, ya'ni Xudo Parvardigorning Ammonliklarga qanday qaraydiganligiga oid mazmunlar bor. Andan keyin ya'ni cho'lning yabayim degan o'xshash 21-22-boblardami yana shu Ammonliklarga oid mazmun bor, ya'ni sardorlardan bor. Andan keyin Yeremiya 49-bobda Ammonliklarni ham bayam degan o'xshash muvofiqlar bilan bir o'xshash vaqtida yana bularning surgunlikka, ya'ni xaroblikka yuzlangan vaqtida bo'lsa-mu, yana Xudo keyingi vaqtlarda bularni asli keltirganligini aytadi. Ana shunga o'xshash endi bu yerda nima demoqchi desa, Parvardigor Xudo ya'ni kim Parvardigor Xudo ba'zi allarni mangulik xaroblikqa, mangulik yo'qotilishga hukm qilgan, mahkum qilgan bo'lsa, ba'zi allarni shundaq vaqtlik xaroblikka, yo'qolishga girdobga yuzlantirgan bo'lsa-mu, lekin oxirisida bo'lsa, bularni asli keltirganligini aytadi. Ya'ni Parvardigorning hukmi ba'zanda ba'zi allarga nisbatan u hukm mangulik hukm bo'lmasdan, ya'ni mangulik xaroblikka aylantiradigan, yo'qotilishga bo'lgan, halokatga bo'lgan mangulik hukm bo'lmasdan, balki shu allarning shu ya'ni shu millat, shu alning yo'qolish gidobi ichidagi zavalliq yuzlangan shunday bir zulm, shunday bir yomonlik, yerganish ishlar bilan garchi zavalliq yuzlangan bo'lsin, lekin Xudoning ana shunday qorong'ulik ichidan ularni qutqizish uchun garchi ularga hukm orqali ularni bir zavalliqqa, halokatga shunday bir hukm qilgan bo'lsin, lekin oxirsida shu al millatlarning bo'lsa Parvardigor Xudoning asli keltirganligini ham bu yerda biz bir ko'rib o'tishga to'g'ri keldi. Endi buni nima uchun bu ba'zanlarni halokatga, ba'zanlarni asli keltirgan mazmun deb buni biraz ko'rib o'tdik degan vaqtida biz o'zimizmi hozir millatimizning taqdiridan, millatimizning ahvolidan biz bir qatim o'ylanishga tegishli masala bu orqali. Ya'ni shu Yeremiyaning 48-49-boblarga qaraydigan bo'lsa, ya'ni mangulik xaroblikka aylangan joylarning ichida ya'ni Sodom bilan Gomorra bo'lsa, ham shunday Edom bor. Edom kim? Ya'ni Asov, ya'ni Yaqubning cho'ng o'g'li. Nima Yaqubning deyman, Isahning cho'ng o'g'li. Asovning eti
ismi yana bir ismi Edom bo'lgan emasmi? Yaqutning yana bir ismi yani Isroil bo'lgan bo'lsa, yani Asavning yana bir ismi Edom bo'lgan. Ana shu Edom yani Asavning ajdodlarini bo'lsa, Edomni ham shunday Azor degan bir joyni Xudo mangulik yani odam o'ltiralashmaydigan, xaroblikka aylanadigan bir joy qavatgan, yani Sodom bilan Gomorraga o'xshash. Yani buningga o'xshash mangulik odamzotsiz joy qilgan joylarmi bor, yani Babil shunday bo'lgan. Shunga o'xshash ba'zan joylarni Xudo ba'zan vaqtida mushuna mangulik xaroblikka aylantirgan bilan, yani ba'zan millat, ba'zan joylarni mushuna mangulik xaroblikka aylantirgan bilan, yani Moab bilan Ammonga o'xshash mushuna ba'zan bir allarni Xudo garchi ularni vaqtincha halokatga, surgunlikka chechib etish, yani har qaysi dunyoning har qaysi joylariga chechib etish, alayh qilish, surgun qilish, har qaysi usullar orqali ularni bir mushunaqaga yemirlish, shu millat, shu zamonning yemirlishini keltirib chiqargan bilan oxirida Parvardigorning ularga bo'lgan maqsadining butunlay yer yuzidan yo'q qilish, alayh qilish emas, balki ularni oxirisida asli keltirish, yani asli keltirish deganlik qaytadan yana Parvardigorga yuzlanadigan qilib, Parvardigorning xizmatini qiladigan bir al sifatida, Parvardigor uchun, yani Parvardigorning shon sharif uchun xizmat qilgan bir al sifatida qaytadan o'zining xizmatkorlari sifatida asli keltirgan bir al sifatida asli keltirganlar biz ko'ra olamiz. Bo'libmi Yeshaya va Yeremiya payg'ambar qismini o'qisanglar, mushuna halokat va asli keltirishga oid mazmunlar bir qator ko'parak. Şuna men de bu yerdeginim bizim millet üçün, yani hozirgi milletimizin hozirgi taqdiri, milletimizin hozirgi ahvol orqali biz hozirimiz sal qarashga bo'lmaydigan ahvollar bizning millat ustida yuz beryotidi. Shuning uchun bu yerda biz o'zimizmi bizning millatni ba'zida Xudoning, yani biz hükümü, Xudoning jazosi bizning millat ustiga tushdimi degan vaqtlarda ba'zan ma'yuslanib, baynan qilishning nimasi bo'lmasin, balki endi Xudoning ham bizni yani qaytadan asli keltirib, biz chechilib ketgan har bir joylarimizdan qaytadan bizni shu o'zimizning zamin tuproqlarimizni qaytarishga qodir ekanligini bu yerda biz unutmasdan millat uchun ham duo qilib, o'zimizning ham qandaq millat uchun hozirgi paytda, hozirgi ahvol ostida biz nimalarni qandaq ishlarni qilishimiz kerakligi ustida ham bir qatim nihoyat astoydillik bilan Xudoning so'zlarini bayam degan o'xshash beparvolik qilmasdan, Xudoning bugun bizga yetkazgan so'zlariga, bugun bizga bildirayotgan, millatning ahvoli orqali bizga bildirayotgan shunday ahvollarga, bizga ko'rsatgan ahvollarga orqali Xudoning zoti bizni nima yo'llar yetaklamoqchi ekanligini, bizning zot nimalarni kutayotganligini biz doim o'ylashimiz to'g'ri keldi deb o'ylayman. Shuning uchun bu bugungi mazmun orqali, ya'ni mangulik halokatni yoki asli keltirgan Parvardigor Xudoning asli keltirmoqchi bo'lgan bir xizmatimi degan narsa orqali biz ham bir qatim cho'nquraq o'ylanib chiqsak degan umidda bu mazmunni biroz ko'rib o'tdik. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun shunchalik bo'lsin. Biz yana keyingi sonda ko'rishaylik. Xudo hammalarning ko'zlarini ochib, qalblaringlarni texmo cho'nqur ro'shanlashtirib, Xudodan kelgan, Xudoning so'zini tushunishga bo'lgan Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha, Xudoning so'ziga bo'lgan tashnalik, shuna bir qalbni, munbat tuproq o'xshash bir qalbni sizlarga ato qilishini umid qilaman. Biz keyingi sonda ko'rishaylik.